Mix Avto'Uzubi kanalida sizning mashinangizni biz tekinga e'longa qo'yib beramiz. Mutlaqo tekin. Liboy mashina olib keling, liboy mashinangizni sotib beramiz. Men ishonmovdim. Rossiyada turib ana qildim. Mana shu Rossiyada turib даже sotib oldim shu mashinani. Gap bo'lishi mumkin emas. Sotgan odamga ham rahmat. Lekin haqiqatan arzon narx ekan. Gap yo'q, akalar. Ishlaringizga omadini bersin. Hammaga yaxshilik qilavering. Abdushi brat. Qayerdan oldingiz? Namangandamiz, okajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Namanganliklar. Xo'lisi. Oka, charchamaylar. Keladi biz shuni Nissan Altima'ni oldik, Qo'qondan zakolat tashab berdik. Xudo xolasa, yaxshi kunlarga minamiz. Mana Mix Avto'Uzubi, hamma narsa haqqoniy. Mana olgan odam. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aka, salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Baraka toping, mashina sotildi. 7000 mi qanchadir yuqori kamga sotishibdi. Shu kanalingiz sababchi bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin, salomat bo'ling. Alloh ajringizni bersin. Berdi. Sotayotgan odam Ushquduqqa 082 Ushquduqqa ketdi. Nomiga ularda pullarni oldim kanalga rahmat. O'zimmi? Mix Avto'Uzubiga omad, aka. Mashina sotildi, ladinlarimiz. Baraka bo'ldimi, aka? Xudo xolasa baraka bo'ldi. $500 pul berdilar. Baraka bo'ldi, aka. Mana shu mashinamizni oldik. Mazlani Uzubiga, aka. Nima aytasiz, aka? Qanaqa ekan, ishonchlimi, aka? Cho'tka emas, ishonchli kanallarga omad. Siz 5-odam bo'lsiz, Samarqandlik. Xudo xolasa Mersimiz ham Mix Avto'Uzubiga omad. Nima mashina kerak bo'lsa murojaat qilasiz. Joningiz